Toshkent shahrida fuqaro yemakxonada janjal chiqardi. Bu haqida Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 25-noyabr kuni soat 23:06 larda Mirobod tumani Chimkent ko'chasida sodir bo'lgan. Oshxona ishchilari Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'rnatilgan tashvish tugmasini bosib, Mirobod tumani qo'riqlash bo'limiga bir fuqaro mast holda janjal qilayotgani haqida xabar bergan. Tungi xizmatga jalb qilingan tuman qo'riqlash bo'limi tezkor harakatlanuvchi guruhi xodimlari voqea joyiga yetib kelganida 1991-yilda tug'ilgan fuqaro oshxona oldida mast holatda jamoat joyida yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan fuqarolar tinchligini va jamoat tartibini buzayotgani aniqlangan. Mazkur fuqaroning huquqbuzarligini bartaraf etish jarayonida u qo'riqlash bo'limi xodimlarining qonuniy talabini bajarmasdan keskin qarshilik ko'rsatgan. Unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jismoniy kuch ishlatib, fuqaro zararsizlantirilgan va tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga topshirilgan. Hozirda Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 194-moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, fuqaroning harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga yuborilgan.